Vlog keldi. Ma vlog ishensanglar oldingi hafta tatgan vlog bo'lib, bugun endi vaqt chiqaribdi ovoz beryapman. Sizlar bilsangmi, odat vloglar faqat tuzuk qonlashtirib ovoz beramayman. To'to'tlab qolsam, tillarimni chaynab, aflitroq qilib qolsam, to'g'ri tushunib turinglar. Shunda qilib Qashqarga mangdiq. Bizning kollektivning degan aydirimga chiqib qo'ydi. Bu qitimli Qashqar safarga men o'zim yog'izmagdim. Chunki bir kun turadigan bo'lg'achqa 3 yilmizdan berib u yerda vaqt o'tkazib, qilib qolsak biz yaqin Yevropaga bormoqchi shunga bu yerda kishilarimiz qolib qoldi ekan deb shuni o'zim yog'izman. Atdigan qilib qashqimda chiroylarim o'xshiralim mangdim. Endi bir yillik bo'lganda katyasini ketmayman. Qashqarga tushmayli mana Visalim xon qiz bilan uchrashdim. Bu qiz meni oldimga chiqdi. Nihoyat yaxshi dasxonlarni soldi. Rahmat Visalim xon qiz. Shuna qilib ikkimiz shunday uzundan uzun uchmoqlashibdi. Qashqardagi bozorlarni aylandik, manzillarni ko'rdik. Bu qitimli Qashqar safarim nima bo'lib kelib qoldingiz sanglar? Qashqardagi izna do'konini yo'qlag'ash, yakan izna do'konining ochilish murosimiga qatnashqali kelgan. Lekin men Visalim xon qiz chaqqancha ketib oldimga chiqqashqa, avval Visalim bilan bir ko'rishib, endi Qashqar izna do'koniga keldik. Kelishimizga mana iznaning qurg'uvchisi Dilara singlim oldimga chiqdi. Qashqar izna do'konini qurgan, men singlim oldimga chiqdi. Bu yerga Visalimni bitan so'rab kelib, bu Visalimdagi xon qizmi bu do'konlarga kelib kiyimlarni ko'rib bizni qo'llagan bo'ldi. Haqiqatan kiyimlarning sifati bek yaxshi ekan, rost yaxshi ekan, izna ravrus iznaga loyiq ekan deysizlar. Mana ko'rib turganinglardek iznaning kiyimlarim ajoyib, sifatli, nihoyat yaxshi ham chiroyli. Ba'zan kiyimlarning sifati yaxshi bo'lgan bilan bek ko'rkam emas. Ba'zan kiyimlar ko'rkam bo'lgan bilan lekin bek sifati yaxshi emas. Ammo iznada ko'rkamlikmi bor, sifatmi bor. Ko'rib turganinglardek mana Qashqardagi izna do'konlariga kirib bir ko'rayotgandan keyin sodiliqlarni qilayotgandan keyin biz endi nihoyat yaxshi uzundan uzunga fikr almashtirdik. Obdan ko'rayotganlar. Endi biz Yakanga bormoqchi bo'lar. Yakanga bilan Qashqarning oraliqi 2 soatga yaqin yo'l ekan. Bir adam tamoqlarni yeb chiqib, mush vaqtlarda misol bir to'tlar bo'lib ketgan-ku deyman. Shuning bilan do'konlarning vloglarini tatib, endi biz Yakanga bormoqchi. Angacha men yaxshi ko'rganinglarjimi, iznaning ma'amiz yuanchon kiyimlarijimi o'zi keşif qilgandamda, hamda shu ko'rkam kiyimlarning hammasini shunda o'zi yuanchon holatda bazar sağan kiyimler demekçi. Ma kiyimlerim şunçilik rahat hem peyzicimi kiçik baldan ve bizgi kaysi olmamda ma kiyimler bizgi kaysi olmamda digidek derecede bek çararıq çıqqancımı. Şuna Qashqardagi suyumli do'stlarim, Qashqar izna do'konlarimizga berib, kiyim olmoqchi bo'lsanglar, xotirjam elinglar suhbat so'yoq, lekin bolalaringlar yetlik tayyorliklar bo'lsin, mayli oldimizgi bolalar bayramlarida bo'lsin, shunchalik xo'shal-xo'ram kiyalaydi. Qo'llag'liqda kiyimlar mavi, manga paschi degimiz kelib ketadi. Qilib mana Yakanga kelib oldik. Hozir satmishda kechki kelib qoldik bu Yakanga. Kepla Yakandagi mush izna do'konimizga bir kelib ko'rib boqayli deb kelishimiz. Yakandagi izna do'konimiz shunda payz ejilibdi. Bu do'konni mening doim kinolarga chiqadigan Hurriyat do'stimning ojiz ochqanlik uchun Hurriyat do'stim o'zi bir qo'lliq kelib necha yordamlashib qipti mana Hurriyat do'stim oldimga chiqdi. Umoq do'stim bek chiroyli. Bek obda mijaz bek yaxshi bu do'stim. Qavriyat sanglar Hurriyat do'stim kinolarda chiqchiqi bu do'stim. Shuna qilib bulamnat izzat ikrom bilan meni oldimga chiqib gullarni sungan bo'ldi. Do'konning ahvolini bir ko'raylik deb kirib ko'rib bu do'konni nihoyat yaxshi saramjonlashtiryapti. Iznaning bundaymiz mayli do'kon ichilishlari bo'lsin, do'konning saramjonlari bo'lsin, kiyim-kechakning sifatlari bo'lsin, shunchalik mas'uliyatchanlik bilan ega bo'ladi. Hergizmi bo'ldi vakolatchilikni berdik, satalamsiz, satamamsiz, nima ko'rim deydigan hergiz unda qilmaydi. Mush do'kon ichilgandan boshlab, jo'ngshug'icha, kiyimlarning tizilishigacha tatib shunchalik tujublab turib tarbiya qilib, yaxshi yetaklab mangdi. Bu xon qiz bo'lsam, izna markasining qurg'uvchisi Dilara singlim. Biz degan ikkinchi kuni degandan ashliqlarni qildik, ikkimizning gepi tugmay. Bu singlim yishi kichik bo'lgan bilan shunchalik tirishchan, shunchalik aqlli. Qandaq vakolatchi ilishni, qandaq qaysi tuzumlar bilan mingishni shunchalik bilaydi. Shunga mana bu tarmoq do'kon ochganlar xotirjam mush singlimdan o'rgansanglar bo'ldijimi. Shunga mana ko'rib turganinglardek iznaning ma'atisiga ejilish murosimi kichik bolalarning bo'lgandan keyin shunda payz bo'lib ketdi. Mana ko'rib turganinglarda kichik bolalarning ejilish murosimi echildi. Iznadagi jiq bolalar qatnashdi. Hurriyat do'stim o'zi riyosatchilik qildi. Bizmi so'zlarni qilgan bo'ldik. Iznadagi Dilara xonim dastlab so'z qildi. Oxirida biz qo'shal-xo'ram usullarga tushib ketdik. Hamda san'atdan arilamaymiz bundaga bo'lsak. Hammadan bek o'rqilab ketibsiz dedi. Shuna xo'sh bo'ldim endi. Ba'zilari yarashmabdi dedi, ba'zilari yarashdi. Qanday bo'lsa chiqib o'zim yengilib qoldim. Rahmat, men odat night erkin yugashga shundaq erkin holatlarda faoliyatlar qatnashman. Murosim kiyim-kiyimabsan haqiqatdan sog'lom bo'ladi. Bu faoliyat shunchalik ko'ngilli bo'ldi. Qatnashgan odamlarni bekchiq
Shunchalik bir xil dag'dug'liq o'tkazdi. U kuni so'dalarmi yaxshi bo'ldi, kichik bolalarmi xo'sh bo'ldi, cho'nglarmi xo'sh bo'ldi. Bu bolalarga so'g'atlarni berdik. Tangda-tang so'g'at berish orqali zinoning har bir mollarining sufatining qanchalik yaxshiligini biz bildirdik. Chunki bolalar xo'sh bo'lsa, biz xo'sh bo'lamiz. Jiq vaqtlarda bolalarimizga chiroyli kiyindiramiz, lekin ularning rohat emasligi biz faqat bir nima delamaymiz-da. Mana ko'rib turganinglardek, zina do'kon ichilishi qilib, mana adam degan mij vahshiy adam jiq, u kuni so'dim shunday yaxshi bo'ldi. Xotirjam bo'linglar juma, lekin zinaga agashgan adam hargiz ziyon tatmaydi. Zina do'kon kirgan aminglar, zinaning sufati qanday bir javob beringlarchi. Rozi bo'ldinglarmi, bo'lmadinglarmi? Rahmat, ko'pdan-ko'p rahmat. Hammanglarga rahmat, hammanglarga ko'pdan-ko'p rahmat. Zina do'konimizning o'rni bo'lsa, yakan mehmonxonaning yinidagi zina do'koni. Hammanglarni qarshi olmayman, sizlarni suyman.